Bizga ular chaqirayotgan narsadan kerak bo'lsa qamalish suyukliroq. Bizga ular chaqirayotgan narsadan kerak bo'lsa qamalish suyukliroq. Odamlar aytadiki, o'lib ketasan qamalib deydi. Mayli, o'lib ketsak o'lib ketaylik qamalib. Ular chaqirayotgan narsalarga ergashgandan ko'ra. Ayniqsa talib ilmni, da'vatchini, olimni, mujohidni xoinlikka chaqirishadi. Biz bilan ishlaysan deydi. Ana shunda aks holda qamaymiz seni deydi. Men xoin bo'la olmayman. Qamasanglar qamanglar. Botilga qul bo'lgandan ko'ra, unaqa qilib ozodlikda yurgandan ko'ra, Allohga qul bo'lib qamoqda o'tirgan yaxshiroq. Allohga qul bo'lib qamoqda o'tirgan yaxshiroq. Yo xiyonat qilasiz, yo sodiq bo'lib o'shada turib berasiz. Qamalsa ham. Yo xiyonat qilasiz, yo sodiq bo'lib o'shada turib berasiz. Seni bu davlating Umar ibn Xattobning xilofati emas, aybi borki qamaydi deydigan. Qancha odamlar aybsiz qamoqlarda o'tiribdi. Holbuki bugun o'zlari o'sha davlatdagilar taon o'tiribdi, Stalbani ham qamadik deb. Masalan, Tolibon jamoatini deb qancha odam qamab yuborilgan. Bu odamlarni keyin o'zlari tan oladi siyosatchilar. Lekin qarasang, o'sha uchun qamalinganlar haligacha qamoqlarda yotibdi. Faqat Yusuf alayhisalom emas bu, hamma zamonda bo'ladi bunaqa voqealar. Shuning uchun Alloh ibrat qilib keltiryapti buni. Qancha odamlar biroq beayb qamalib ketgan. Bizda bir ayollar chaqirmas Yusuf alayhisalom kabi ma'siyatga. Lekin boshqa botil bizni o'sha o'zini botiliga chaqiradi. Siyosat botillari o'zini botil qonunlarga itoat qilishga chaqiradi. Xalqdagi botil urf-odatlar, qavm qarindosh bizni botiliga chaqiradi. Mana shunda hammamizda aytadigan so'zimiz mo'min tarzda mana shu bo'lishi kerak. Yusuf alayhisalom aytgan gap. Bizga ular chaqirayotgan narsadan kerak bo'lsa qamalish suyukliroq. Bizga ular chaqirayotgan narsadan kerak bo'lsa qamalish suyukliroq. Yutliqul quyud yanhul khulud kay yara qad atak Abu Hayyon rahimahulloh aytganlar, Yusufga hech ular chaqirayotgan narsa haqida muhabbat yo'q edi. Bu ikki yomonlik edi, biri-biridan yomonroq. U kishi menga mana bu suyukliroq deganda, mana uni yomonligi yengilroq degan narsani nazarda tutyapti. Birida mashaqqat bor, u qamoq. Birida lazzat bor, u ki chaqiriqlari. Menga mashaqqat yaxshiroq chaqiriqdan, u ki lazzatdan demoqchilar. Maqsad bu ham bir foyda, ya'ni bir narsa menga bundan suyukliroq degani, ha, narigisini ham qisman sen demak yoqtirib qopsan degani chiqmaydi undan. Bu ixtiyorni tushuntirish uchun aytilinadi. Endi bugun bizda bir ayollar chaqirmas Yusuf alayhisalom kabi ma'siyatga. Lekin boshqa botil bizni o'sha o'zini botiliga chaqiradi. Siyosat botillari o'zini botil siyosatiga chaqiradi. Botil qonunlar o'zini botil qonunlarga itoat qilishga chaqiradi. Xalqdagi botil urf-odatlar o'sha botillarga bizni ergashishimizga chaqiradi. Qavm qarindosh bizni botiliga chaqiradi. Mana shunda hammamizda aytadigan so'zimiz mo'min tarzda mana shu bo'lishi kerak. Yusuf alayhisalom aytgan gap. Bizga ular chaqirayotgan narsadan kerak bo'lsa qamalish suyukliroq. Asli Allohdan ofiyat so'raymiz. Lekin agar vaziyat shu darajaga borsa, odamlar aytadiki, o'lib ketasan qamalib deydi. Mayli. Ana shunday deya olishimiz kerak Yusuf alayhisalom kabi, o'lib ketsak o'lib ketaylik qamalib. Ular chaqirayotgan narsalarga ergashgandan ko'ra. Mana shundan 538-foydan olamiz. Botilga qul bo'lgandan ko'ra, unaqa qilib ozodlikda yurgandan ko'ra, Allohga qul bo'lib qamoqda o'tirgan yaxshiroq. Inson haqqa ergashganda albatta qamoq bilan unga tahdid qilinar ekan. Ana shunda o'sha gapni aytishligi kerak. Mayli, qamoq bizga yaxshiroq odamlarning botilidan. Masalan, saroy mullalikka chaqirishadi seni. Ayniqsa talib ilmni, da'vatchini, olimni, mujohidni xoinlikka chaqirishadi. Biz bilan ishlaysan deydi. Ana shunda aks holda qamaymiz seni deydi. Aytadigan gaping shu bo'lish kerak. Agar boshqa yo'l yo'q bo'lsa oldimda, yo xoinlik, yo qamoq. Men xoin bo'la olmayman. Qamasanglar qamanglar. Qamoq asli yaxshilik bo'lmasa-da, lekin as-sijnu ahabbu ilayya mimma yaduna ilayh. Qamoq bizga ular bizni chaqirayotgan bu xiyonatdan, dinga xiyonatdan, xalqqa xiyonatdan, qavm qarindosh birodarlarga xiyonatdan yaxshiroq. Mana bu yerda mushtaraklik nima? Yusuf alayhisalomni ayollar chaqirgan narsa ham xiyonat edi. Va bu botil ahli bugun chaqirayotgan narsa ham xiyonat. Birinchi o'rinda Robbingizga xiyonat qilishga, diningizga chaqirishadi.
Ikkinchidan ana shu birodarlaringizga xiyonat qilishga chaqirishadi seni. Sotib ber shularni, ushlab ber, bizga aytib ber deydi. Bo'lmasam qamaymiz seni deydi. Ana shunda siz ham bilingki, Yusuf alayhisalom kabi tanlov qarshisida turibsiz. Yo xiyonat qilasiz, yo sodiq bo'lib o'shada turib berasiz. Qamalsa ham. Ana shu paytda inson maxluqdan qo'rqishdan, Xoliqdan qo'rqishni ustun qo'yish kerak. Maxluqning azobidan Xoliqning azobini ustun qo'yishligi kerak. Maxluqning roziligidan Xoliqning roziligini ustun qo'yish kerak. Chunki Allohning toatiga sabr qilish Allohning azobiga sabr qilishdan osonroq. Agar xoinlik qilsangiz Allohning azobi, bunga sabr qila olmaysiz. Itoat qilsangiz qiyin to'g'ri, odamlarda azobi keladi siz Allohga itoat qilganingiz sari. Lekin osonroq baribir bu Allohning azobidan. Alloh yo'lida mashaqqat, uni lazzati bor shuni biling. Lekin Allohni norozi qilishlikda lazzatida Allohning azobi bor dunyo va oxiratda. Ya'ni Alloh yo'lida agar mashaqqat cheksangiz, u lazzat bilan keladi o'zi. Inna ma'al usri yusra degan. Qiyinchilik bilan o'zi yengillik keladi. Mashaqqatdan qo'rqmang shuning uchun. U lazzat bilan keladi o'zi. Lekin Allohni noroziligi yo'lidagi lazzat u ko'rinishdan lazzat bo'lgan bilan azob bilan keladi u. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka, zikrimdan o'zgirganga tang hayot bor degan. Ya'ni Allohni norozi qilib kelgan lazzatni ortidan tang siqilish, azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Mana shuning uchun qarasang, Allohni rozi qilib qamalgan mahbus, Allohni norozi qilib ozodlikda fisq fujur qilib yurgan ozod kishidan-da nafsiy rohatda bo'ladi. Jismoniy emasdir, to'g'ri. Ya'ni bir mahbus bor, masalan, jismonan qiynalyapti, urushyapti, so'kishyapti, ovqat yemaydi, tuzuk qilmas boshqa. Mahbus qiynaladi jismonan. Lekin qarasang, ruhida shu odamda bir ozodlik bo'ladi baribir, qalbida. Ammo mana bu odamga qarasang, ya'ni ma'siyat qilib yurgan odam. U jismi ozoddir, yeyapti, ichyapti, uxlayapti, hamma narsa joyida. Ma'siyat qilib Alloh norozi qilib yurganligi uchun ruhida qamoqda his qiladi u. Siqiladi, o'zi ham bilmaydi nimaga siqilyapti. Shuning uchun aytiladiki, Allohning ma'siyatidan qamoqda ustun ko'rish siddiqlik alomatlaridan. Mana Yusuf alayhisalomni odamlar Yusuf ayyuhas siddiq deb gapirgan. Ey siddiq Yusuf. Nima uchun siddiq deb nomlandilar? Allohning roziligini Alloh ma'siyatidan ustun qo'ydilar. Endi mana shu Yusuf alayhisalomdek pok zot, karim zot qamalinganida mana shundan 539-foydani olamiz. Qamalish doim ham jinoyatchilik alomati emas ekan. Ayniqsa hozirgi zamonda. Odamlar bir odam qamalib chiqqan desa birdaniga nimadir aybi bordirki qamalib chiqqan deydi. Xuddiki buni qamayotganlar Umar ibn Xattob yoki Umar ibn Abdulaziz kabi bir odil xalifalarda nimadir aybi borlarligini qamaydi. Holbuki bugun o'zlari o'sha davlatdagilar taon o'tiribdi, Stalbani ham qamadik deb. Seni bu davlating Umar ibn Xattobning xilofati emas, aybi borki qamaydi deydigan. Qancha odamlar aybsiz qamoqlarda o'tiribdi. Shuning uchun har doim qamalgan odamlarga yomon gumon qilinavermaydi, nimadir aybi bor ekan qamaldi. Nima qilmasa qamalmaydi. Shamol bo'lsa daraxt uchi qimirlamaydi. Bekorga qamamas deydi-da, bekorga qamaydi. Nimaga qamalgan mana Yusuf alayhisalom? Faqat Yusuf alayhisalom emas bu, hamma zamonda bo'ladi bunaqa voqealar. Shuning uchun Alloh ibrat qilib keltiryapti buni. Qancha odamlar birov beayb qamalib ketgan. Qizig'i ba'zan shunday bo'ladiki, bir odamni bir odam deb qamashadi. Sen palonchaga ergashibsan, palondek qilibsan deb. Keyin vaqtlar o'tib o'sha odamni o'zi u uchun qamalingan odami uni odamlar tan oladi haqdaligini, lekin u uchun qamalib ketganlar baribir qamoqda qolib ketaveradi. Ajib bir narsa bu. Masalan, Tolibon jamoatini deb qancha odam qamoqqa yuborilgan. Yoki hozirgi kunda mana boshqa jihod maydonidagi siyosatlar sababdan qancha odamni qamoqqa yuborishadi. Bu odamlarni keyin o'zlari tan oladi siyosatchilar. Ha, bular endi shu davlat siyosatini qo'lga oldi, amaldor bo'ldi deb tan oladi. Ularning katakonlari ham tan oladi. Lekin qarasang, o'sha uchun qamalinganlar haligacha qamoqlarda yotibdi. Bu nima beayblikdan qamalinganmikan mana? Ularning kattalari bilan sizlar muzokara qilib yurganinglarda, endi u uchun qamalingan maydalar tabiiyki beayb qamalgan bo'ladi. Bular nima qildi? Ana shu paytda odamlar tiliga, fikriga erk bermasligi kerak. Shuning uchun bekorga qamamaydi. Bekorga qamagan bo'ladi. O'zini pagonini ko'tarish uchun, obro'sini ko'tarish uchun, ish qilyapman deb ko'rsatish uchun qamagan bo'ladi.